Xo'p, bugun ozgina uzunroq temani gapiraman. Oxirigacha ko'rishni tavsiya chunki absolyutno hammani qiziqtirgan, yoshi ham, qarini ham, o'g'il bolani ham, qiz bolani ham, absolyutno hammani qiziqtirgan temani o'zim bilgan qirragacha tanishtirishga, absolyutno hammaga tushunadigan tilda tanishtirishga harakat qilaman. Sportivniy pitaniya nima o'zi deb hamma so'raydi, qanaqa ichish kerak, siz qanaqasini ichasiz deydi. Men o'zim ichadiganlarim bilan tanishtirmoqchiman. Arginin, citrulin, beta-alanin. Trenirovkamdan yarim soat oldin 5 grammni ichaman. Nimaga, vazifasi nima? Citrulin qon aylanishini zo'r qilib beradi. Arginin мышечный кислород, аминокислот, незаменимый deyiladi. И плюс somatotropный gormonni ko'paytiradi, собственный. Beta-alanin bu adrenalin deyiladi. Anavi trenirovkada boshlashdan oldin odam ochilmaganda adrenalin uyg'otib beradi. Zo'r, haqiqatda zo'r narsa. No, taurin yo'q. Adrenalin deganda Flash yoki Red Bull demayli. Unda taurin bor, u zarar narsa. Bunda taurin yo'q. Tabiiy narsa. Shu uchalasini kombinatsiya qilaman. Nima uchun? Zo'r qon aylanish bo'ladi. Serдечный сосудиdan tortib мышечный волокнаga tayyor qilib oladi trenirovkaga. Shunda zo'r pump, hamma bola xohlagan pump bo'ladi. Tomirlari chiqib turadi, idealniy bo'lib turadi. Omega 3 vitamini, baliq yog'i, buni hamma biladi, buni yosh bola ham ichadi. Hozir simbolik baliq sezoni bo'lmayapti, 5-6 ta ichib turaman, menga kerak. Vitamin D3 10,000 dozaligi. 10,000 menga yaxshi qishda. Hozir ichmayman. Vitamin D3 nima o'zi? Bu ultrafioletoviy vitamin, quyoshdan olinadigan organizmga vitamin deylik. Hozir bizda 65 gradus issiq bo'lsa, buni ichish shart emas. Yarim soat quyoshda yursang 20,000 doza berib qo'yadi o'zi. B2 glutamin kechasi ichaman. Protein to'g'risida gapirib o'tib ketdim. Bu qo'shimcha. Endi основная temani ko'rsatmoqchiman hammaga. Основная tema bu nima yeyish kerak? Qanaqa? Grutka nima deb hamma so'rabdi почти. Grutka tovug'i eng yog'siz joyi filesi. 900 gram file bor mashitda. Mamda 300 gram mol go'shti bor, bon filesi. Mana bir kunlik yeydigan go'shtim. Mana shu. Undan tashqari 12 ta tuxum oqi, 2 ta sarig'ini yeyman. 300 gram grechka, liba 300 gram bo'ri ris. Nimaga bo'ri ris? Bo'ri ris mamlaqa bizda devzira deyiladi. Men buni ayshiyotdan olib keltiraman. Bunda GMO yo'q. Endi u chuqur glikemический indeks ichida yuradigan bolalar. Buni любительскийdagi bolalar bemalol oq guruch yesa ham bo'ladi. Endi men shunaqa yeyman. Овсянка 100 gram. Оливковое масло. Endi tartibini ozgina tushuntirib o'tib ketaman, что ko'pchilikka tartibi ham qiziq. Ertalab turib men zavtrak qilishni yomon ko'raman. 6 ta tuxumni oqi, bitta sarig'ini blenderga chaqaman. 100 gram овсянка solaman. 1 pors protein solaman. Nimaga? Aslida men zavtrakka 12 ta tuxumni oqini yeyishim kerak. Men 12 ta tuxum oqini yeyolmayman. No, menga o'sha kilokaloriya kerak. 1 pors protein solaman, aralashtiraman, ichib yuboraman. Keyin men bu 300 gram grechka, men buni endi o'zim kolичествоga bo'lib yeyman. Men buni kaloriyasi umuman hisoblanmaydi. Buni vazifasi nima? Fitonutrient bor, kristotsvetniy fitonutrient vitaminlarni и kletchatka vazifasini bajaradi. Nima kletchatka? Hazm qilish vazifasini. Mana shu sport pitaniyadan tashqari mana shu naturalniy ovqatlarning o'zi 3700 kilokaloriya. Ko'rinishidan ko'p, lekin bitta tarelka oshni kilokaloriyasini beradi, liba bermaydi. Потом o'ylaysizlar, qanaqa bitta tarelka oshni mazza qilib yeyman, buni yeyolmayman deydi. Bu bemaza narsa. Bitta tarelka osh mazali zo'r ketadi, ana fermentlaring ochilib yeyverasan, kaloriya zo'r, qorning chiqib ketadi. Bu qorin chiqazmaydi, мышечный massa o'stiradi. Buni kaloriyasi past. Tasavvur qil, bitta o'tirganingda mana shuni yeb qo'yding oshda.
osh tarelkasida shu kilokaloriyani yeb qo'yding, kechki payt yana bitta osh yeding. Xuddi shundan ikkita yeding. Men bir kun yegan narsamni sen ikkita o'tirishda 2 kunlik narsamni bitta o'tirishda yeb qo'yasan. O'shunaqa joylari bor kilokaloriyani hisob kitobini. Endi hamma bola ishonib qolgan narsada qisqacha tushuncha bermoqchiman. Men bu narsa bu prosto qo'shimcha narsa. Hamma bunga ishonib qolib, buni qilmaydi. Esingdan chiqazma atlet. Men buni yesang, buni keragi yo'q. Buni keragi yo'q. Bu shunchaki 12 ta tuxum yeyolmayman deydi bir xil bolalar. Пожалуйста, 2 porsiya protein ich deyiladi. Arginin, oshqovoqni urug'ini yeyolmayman, qovoq yeyolmayman. Пожалуйста, arginin ich. Naturalniy narsani добавка. Gap yo'q. Buni yeb turib, buni qo'shsang, zo'r rezultat bo'ladi. Lekin mamini ichib, buni yemasang, bundan to'q yo'q. Men ikkalasini birlashtiraman. Bu sportda asnovasi taroziga chiqib, o'zingni o'lchash emas. Qachon tushunasan smyslni? Mana bu narsalarni taroziga qo'yishni boshlaganingda haqiqatdan rezultat ko'rasan. Mana shu narsa har doim esingda bo'lsin. O'zing taroziga chiqma, lekin yeydigan pitaniyang tarozida ko'rganingda уже ajrashni boshlaydi hamma joying, mishsalaring, o'zing ham ajralib turasan. Rezultat sezasan. Oddiy matematika, hisob kitob. Bu ma'na pitaniyam sizlar не обязательно 900 gramm shuncha qanaqa qilib yema. Hamma vesiga qarab, mishishning massasiga qarab kilokaloriya chiqazib beriladi. Kimgadir 70 kilo, kimgadir 80 kilo. Mana bu ovqatim bugungi kunda 115 kiloli bolaning ovqati. Hammani kilogrammiga qarab chiqaziladi. Sport pitaniyani tushuntirib o'tib ketdim. Shunchaki qo'shimcha narsa. Buni ichmasam ham yaxshi forma ushlab turaveraman. Chunki asosiy hal qiladigan narsa bu tarafda. Shu buni unchalik qiyin joyi yo'q, faqat men bunga ishonib qolmanglar bo'ldi. Bu qo'shimcha narsa. Gap yo'q, qo'shib qilsanglar zo'r narsa. Menimcha hammaga tushunarli qilib gapirdim deb o'ylayman. Shu bilan mana shu ishlarni agar to'g'ri olib borsang, обязательно baxtli bo'lasan. Baxt tilayman.